Hozir dunyoda qancha kishi Qur'onni to'liq yod olgan deb o'ylaysiz? 10 mingtami? 50 mingtami? 100 mingtami? Agar men 1 millionta odam desam, hayron qolasizmi? Yo'qmi? Agar men hozir yer yuzida yurgan 100 million kishi desam, yetarli bo'ladimi? Yo'q. Bugungi kunda taxminan 200 milliondan ortiq kishi Qur'onni to'liq yod olgan. Yer yuzida yurgan bugungi kunda necha kishi Bibliyani to'liq tilovat qilib bera oladi? Xoh eski ahdni bo'lsin yoki yangi ahdni. 0 ta.